Assalomu alaykum akalar. Hozir men sizlarga birdaniga 300 kg va 600 kg yuk ko'taruvchi elektron motorlarimizni qisqacha obzor qilib beraman. Keyin oldi balolarga keladigan bo'lsak, oldi balolar chekishli tomizlar bilan jihozlangan 450-12, bunisi esa 412 deb qilib ishlangan. Keyin ham oldi modellarini ko'rishingiz mumkin. Ranglari ammo o'ta ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Kameraga ko'rsatib bermayapti, ammo ranglari o'ta ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan. Oldi modellarini o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Oldi tablo qismiga kelamiz. Oldi tormozlar yetkizli. Tormoz aytib o'tganimda tablo qismlari ham anchagina katta qilib ishlab qo'yilgan. Telefon qo'yuvchi postavkalari, ruchnoylari, panellargacha bor. Bu esa maytafonlari. Bunisi tomonda ham esa maytafonlari mavjud. Telefon qo'ygan postavka barobatarlari bor. Keladigan bo'lsa, qo'shib berilayotgan narsalar domkrat bo'ladi. Oynaga mana bunaqa turdagi bokovoy ikkinchi zaryadlari ham bo'ladi akalar. Arqa bolalar 450-12, bunisi esa 412 deb qilib ishlangan. Karpelar o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Karpelar ham o'ta ham chiroyli qilib ishlangan akalar. Ikkovini ham akkumulyatorlarga keladigan bo'lsak, 600 kg ning akkumulyatorlari 8 vattli akkumulyatorning oltisi qo'yilgan. Miya motorlari esa 1500 vattli miya motorlar bilan jihozlangan. Risollarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Risollari ham o'ta ham baquvvat qilib ishlab qo'yilgan bo'ladi. Amortizator mana bunaqa turdagi narsalarni ham o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi. Motorni qarab, to'rt burchak gorniy motorlar bilan jihozlangan. Bortlari ham ancha baquvvat qilib ishlangan. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Endi bunisi 300 kg motorga keladigan bo'lsa, akkumulyatori 52 vattli akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan. Miya motorlar esa 1200 vattli miya motorlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Ikkovi ham to'liq zaryadkasi bilan 70 km gacha yuradi, yuki bilan esa 60 km bemalol indamasdan yura oladi akalar. Kimga kerak bo'lsa shunaqa materiallar bemalol pastki nomerga telefon qilishlaringiz mumkin akalar. Akalar, undan keyin bizda o'ta ham keng turdagi assortimentdagi materiallarimiz mavjud. 300 kilodan boshlab 1,5 tonnagacha yuk ko'taruvchi elektron materiallarimiz usti ochiq deysizlarmi? Kabinali, xohlasangiz pol kabinali variantlarimiz ham bor akalar. Sizlar xohlagan turdagi materiallardan mavjud. Akalar, manzilimizni tushuntirib o'tayotgan bo'lsam, manzilimiz Qo'qondan chiqish akalar, Nepen ketish Og'onbog' va Xoqanadi ko'rigining o'rtasida Sulaymon choyxonasining yo'parasida joylashgan Sulaymon Bodo Moto akalar. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar.